mazali chiqishi oshpazning mahoratiga bog'liq bo'lsa, dastur jozibasi suxandonning ovozi bilan deyishadi. Assalomu alaykum. Bu mening oshxonam ko'rsatuvi va men Shahlo Tursunova. Xush kelibsiz Dildor opa ko'rsatuvimizga. Bizni ko'rsatuvimiz shartlari bo'yicha bizda 3 ta konvert bor. Bulardan birini tanlaysiz va mana shu yozilgan taomni tayyorlaymiz. Marhamat. Shu o'rtadigini tanlayman. Ko'ramiz, qanday taom chiqar ekan. Tovuqli karbonara pastasi va dudlangan barra go'shtli salat. Keling bosh oshpazimiz bilan sizni tanishtirib o'taman. Alijon aka. Dildor opa, xush kelibsiz. Bugun birgalikda taom tayyorlaymiz. Bo'lmasam boshlaymiz. Nimadan boshlaymiz? Albatta, birinchi bo'lib salatlardan boshlaymiz. Va ish jarayonida ikkinchi taomimizga ham podgotovka qilib ketaveramiz. Alijon aka, nimadan boshlaymiz? Biz hozir birinchi o'chirib zeleradan boshlaymiz. Ko'katlar turli xil. Ketadi. Plato. Bir narsaga ahamiyat berdim-da, Alijon aka, siz juda ham ko'katlarni yaxshi ko'rar ekansiz. Albatta. Dildor opa, siz ham yaxshi ko'rasiz? Yaxshi ko'raman. Xo'sh, uyda ko'pincha qanday taomlarni tayyorlab turasiz? Mana. Uyda ko'pincha hozir yozda masalan tez tayyorlanadigan okroshka, grechka, shunaqa tez hazm bo'ladigan ovqatlarni yozda unaqa masalan og'ir ovqatlar xohlamaysiz. Karbonarani yaxshi ko'raman. Makaroni taomlarini yaxshi ko'rar ekansiz. Siz yaxshi ko'rishingizni bilib qilib berar ekanman-da bugun. Вы любите? Siz yaxshi ko'rasizmi сырой tuxum? Нет. Сверху. Все. Тогда Такой сырой я не ем. Unda solmayman. O'zi bilsangiz agar karbonarada Yevropadan olingan bo'lib bu ovqat taomimizni ustida xom tuxumi bo'ladi bilsangiz. Nimaga? Birinchi marta eshitdim. Yo'q, ustida mana lekin nimaga sarig'i bo'ladi. Tuxumni sarig'ini sir bo'ladi. Sir bilan после подачи uni aralashtirgan holatda kelgan likopchalarga solinadi o'zi. Kitobida. Koreys taomlarida ham juda ham ko'p. Ramyonda-da. O'sha ramyonlarda juda ham ko'p, o'sha pishmagan tuxum sarig'i. O'zi pishib qoladi. Xo'sh, ko'katlarni qanday qilib maydalaydilar? Nima qilib so'yib turaverasiz. Dumini uzib, Dildor opa, mana sizga ajratib beraveraman. Suhbatni boshlaymiz bo'lmasam, suxandon tayyor matnni o'qiydi-da, ya'ni diktor deyiladi-ku. Boshlovchilar esa bir mavzuni yoritib berishadi, improvizatsiya qilishadi. Lekin hozirgi kunda boshlovchilarni ham diktor deyishni boshlashdi. Bunga qanday qaraysiz? Masalan, har bitta diktor shu ishga kirishdan oldin avvalambor konkursdan o'tamiz. Konkursimiz 3 ta turdan iborat. Shu 3 ta turdan o'tganingizdan keyin sizga 1 yilga sizga muddat beriladi. Shu agar shu 1 yil ichida ishlaganingiz ma'qul bo'lsa, o'sha olib borgan ko'rsatuvlaringiz yoki o'sha programmalarni ochishlaringiz hammasi yoqsa, ham 1 yildan keyin faqat sizni shtatga olinadi. Oldin. Bizda shunaqa bo'lgan. 1 yildan keyin shtatga olardik, keyin har yili masalan verifikatsiya bo'lardi, o'sha kategoriyalarimizni ham olardik. Boshlovchilarda qanaqa требования bor men bilmayman, lekin bizda diktorskiy gruppada shunaqa bo'lgan. Hamma o'z konkursdan o'tib, hamma o'z 3 ta turdan o'tib, o'sha 1 yillik muddatda ishlab, 1 yil muddat ishlab bo'lganimizdan keyingina bizani shtatga olishgan. O'shandan keyin ishlaganmiz. Menimcha juda ham murakkab. Ya'ni o'sha 1 yil mobaynida siz o'zingizni ko'rsata bila olishingiz kerak ekan-da, to'g'rimi? Da. Boshlovchilarda, lekin bilmadim, hozirgi kunda menimcha bunday qonun qoidalar yo'q, adashmasam agar, lekin men uchun diktorlik bu birozgina murakkab. Birozgina emas, yaxshigina murakkab. Boshlovchilar baribir shu improvizatsiya qiladi. Anaqa improvizatsiya. Yengilroqda. Men o'ylaymanki, har bitta kasbning o'zini qiyinchiligi bor. Boshlovchilarni ham masalan improvizatsiya qilgan taqdirda ham bu murakkab ish deb hisoblayman. Chunki
efirga chiqish bu umuman oson ish emas. Ha, Dildor opa, hozirgi kunda mana yo'qolib borayotgan suxandonlar maktabi haqida ham aytib bersangizda, hozirgi kunda menimcha juda ham kam qo'llashyapti bunday maktablarni va nima deya olasiz? Diktorlik maktabi nimadan iborat degan savolingizga, masalan, biz birinchi qadamimizni televideniyega bosishimizdan bizga o'rgatishgan shu televideniyega kirib kelishingiz bilan har bitta ko'rgan inson bilan so'rashishsa. Avvalambor shundan boshlashgan. O'ktam aka javob berib, menga o'zlari aytardi, Dildora, mana shu ishxonaga kirib kelganingizda hammaga salom bering deganda. Keyingi o'sha qadamma-qadam o'rgatishgan, nafaqat o'sha efirda o'zimni qanaqa tutishimni, umuman shu kollektivda o'zimni qanaqa tutishimni. O'sha diktorskiga kirib kelganda bo'yanch, o'sha makiyaj qilishdan keyin sochimizni ukladka qilishimizni, hammasini, nima kiyishimizni, qanaqa o'zimizni olib borishimizni hammasini diktorlardan o'rganganman. Bu juda ham nima deydi, men uchun juda katta maktab bo'lgan, chunki o'sha Galina Vitalinadan, Ramika Jo'rayevadan, Dilora Umarovadan masalan qanaqa o'tirishi, qanaqa gapirishi, qanaqa ko'rsatuv olib borishi, umuman qanaqa programmaga chiqishi, o'sha odamlar bilan qanaqa muloqotda bo'lishi, hammasini ulardan o'rganganman. Diktorlar maktabi hozirgacha davom etyapti, chunki juda ko'p yoshlar hozir o'sha bizani diktorlarimizni maktabida nutq bo'yicha, o'zini olib borish bo'yicha darslar olishyapti. Mana shu bizani ustozlardan juda ko'p narsalarni yoshlarga ham o'rgatishyapti. Bu ham juda ham zo'r, albatta, ya'ni davom ettirishyapti mana shu maktabda. Bu juda ham yaxshi. Alijon aka, siz esa shaftoliga o'tdingiz. Men ustiga bezak sifatida qo'shasiz deb o'ylagan edim. Yo'q, ichiga qo'shib yubordingiz, to'g'rimi? Suxandonlikni ko'pincha tomoshabinlar shunchaki matn o'qish deb o'ylashadi-da. Uni qiyinchiliklari ham bor. Mana shu qiyinchiliklar haqida gapirib bering. Endi masalan o'sha ular oson deb o'ylagani bu suxandonlarni professionalligidan dalolat beradi. Chunki siz efirga chiqqaningizda o'zingizni hayajon bosganini yoki qanaqadir qo'rqqaningizni, bularni hammasini ko'rsatmasdan o'sha tomoshabinga oson qilib yetkazib berganingiz o'sha professionalligingizdan dalolat bo'ladi. Umuman jonli efirda ishlash, masalan, hamma diktorlar faqat jonli efirda ishlagan. Biz zapisda ishlamaganmiz. Shuning uchun bizga jonli efir bo'lmasa bizga qiziq emas. Nabarat jonli efirda ishlash bu juda ham qiziqarli, bu juda ham qanaqadir boshqacha, umuman boshqacha. Jonli efir bilan zapis bu umuman boshqa dunyo ikkalasi ham. O'shaning uchun diktorlar faqat jonli efirni yaxshi ko'radi. Chunki biz kichik o'sha kelganimizdan, ishga kelganimizdan, men masalan shunda televideniyega birinchi marta kelganimda rahmatliga kutib olganlar-da meni. Shunda ko'chadan kelganman. Rahmatli akamlar APB2 ga ikkinchi etajga olib chiqqanlar-da, hozir deganlar studiyaga kirasan deganlar. Studiyaga kirib, ruscha axborotni e'lon qilasan deganlar. Men shunaqa bilasizmi, qo'rqqanman ichimdan, lekin menga zadaniya berildimi? Shunda kirganman studiyaga, birinchi marta o'tirganman, aytganman: "Уважаемые телезрители, сейчас выйдет в эфир информационная программа "Axborot на русском языке" deganman. Bu ikki og'iz so'z. Lekin men uchun bilasizmi, qanaqa qiyin bo'lgan. O'shani ko'rsatmaganman. O'sha siz hali aytganingizdagi oson bo'lib ko'rinadi, na samom деле oson emas. Tashqi tomondan baribir bu kasb ham oson bo'lib ko'rinadi, lekin har bir kasbning o'zining mashaqqiyati bor, o'zining qiyinchiliklari bor, past-balandliklari bor va shu haqida hozir gapirib berdilar. Sizni faoliyatingizdagi eng achchiq, lekin sizni tarbiyalagan tanqid bo'lganmi? Ustozingiz tomonidan, yaqinlar tomonidan? Yo'q, bizda bunaqa achchiq biz qabul qilmaganmiz tanqidlarni. Bu tanqid chunki har kuni bo'lgan. Men sizga aytaman, u diktorlar faqat jonli efirda ishlagan. Biz zapisda ishlamaganmiz, o'shaning uchun xatolarimizni to'g'rilolmaganmiz. Shunda efirga chiqardik, o'qirdik. Masalan, xato ketsa, o'sha xato ketganini hech kim to'g'rilolmaydi. O'sha chiqqanimizda mana programmani ochdim, chiqdim. Diktorskiyda qancha diktor bo'lsa, hammaligida
qanaqadir anaqa bo'lardi. Tanqid emas-ku, mana buni noto'g'ri gapirdingiz. Aha. Mana bu so'zni bunaqa deyilmaydi, urg'u bu yoqqa qo'yilmaydi. Masalan, men bir kuni programmani yopganman soat kechasi 12 da. Уже yopib bo'ldim, xayrlashib bo'ldim hamma bilan, programmani o'qib bo'ldim и soat 12:30 da telefon diktorskiyda olyapman. Olsam Davroniki Zunnunov. Uxlamay o'sha programmamni yopishimni ko'ribdi и men o'tda qanaqadir film bo'lishi kerak edi. U so'zni bilmasdim umuman. Birinchi marta efirda eshitdim. Majarasi deganmadi. Davron akamga telefon qilib, Dildora majarasi degan so'z yo'q, majorasi deganlar. Shu bilan o'sha Davron akamga erinmay soat 12:30 da ham telefon qilib, bizani tanqid qilmasdilar-yu, o'sha noto'g'ri aytgan so'zlarimizni обязательно bizga yetardi. Dars bo'lganda, to'g'rimi? Bu Hammaligi. Ha. Hammaligi, masalan, hozirgacha просто o'tbetda o'tirsa ham bitta so'zni noto'g'ri aytsam, Ra'no opamda doim to'g'rilab ketadilar. Bu professionalniy уже. Bizda esa salat tayyor bo'ldi. Albatta, salatimiz tayyor. Biza sous bermadik. Sousimizni bermagan sababini o'zingiz yaxshi bilasiz. So'lib qolmasligi uchun va ikkinchi ovqatimiz tayyor bo'lgunimizcha esa salatimiz po'shistlik holatini yo'qotib qo'yadi. So'lib qoladi, bo'lmasam so'z solsa, ha. Mana haligi Dildora opa aytgan narsangiz. Mana. Alijon aka, unda biz suhbatni davom ettiramiz. Siz esa oshxonada tayyor qilib bizga olib kelasiz. Shunaqa. Unda menga ruxsat berasizlar, oshxonaga kirib men salatlarimiz va ikkinchi taomlarimizni tayyor qilib sizlarga olib chiqaman. Kelishdik. Siz suhbatni ko'rib turasizlar. Kasbingiz sabab hayotingizda nimalardan voz kechishga majbur bo'lgansiz? Masalan, diktor bo'lgandan keyin bizga birinchi berilgan narsa o'qitam akamlardan, keyin ustoz diktorlardan, hammaligidan ular aytishganki, avvalambor shu televideniyada ham, o'sha televideniyaning tashqarisida ham o'zinglarni tuta bilishinglar kerak. Masalan, boshqalarga mumkin bo'lgan narsalar sizlarga mumkin emas. O'sha qattiq gapirish, qattiq kulish, lekin o'sha har bitta borgan joyingizda o'sha odob, tarbiya. O'shaning uchun ko'p to'ylarga bora olmasdim. O'rtoqlarimning ham to'ylariga ko'pincha bora olmasdim, chunki biz kechki payt ishlardik, 6 dan 12 gacha, ko'pincha o'sha kechqurun bo'lardi nikohga ham. O'shaning uchun unaqa yig'ilishdagi ham, qarindoshlarnikiga ham ko'pincha bora olmasdim, chunki ishga borishim kerak edi. Kasbingizni suiiste'mol qilganmisiz? Ya'ni men suxandonman, menga mumkin degan qandaydir paytlar bo'lganmi? Yo'q, hech qachon bo'lmagan. Chunki bu nafaqat diktorskiyda olgan tarbiyam, bu o'zimni oilamda olgan tarbiyam. Bizda unaqa bo'lmagan. Masalan, ko'pincha odamlarda звездная болезнь deyishadi. O'sha Xudoga shukr, o'sha Xudoga shukr, menda звездная болезнь hech qachon bo'lmagan. Men bunga juda ham masalan oson yetishmaganman kasbimga. Men bu kasbga kirish uchun birinchi uydan boshlashim kerak edi, chunki o'zimni adamda shu ishda ishlashimga menga ruxsat bermaganda. Menga juda qiyin bo'lgan diktor bo'lish. Chunki adamlik yo'q deganlar onamga. Keyin bir kun opamga telefon qildilar-da, men istadim. Anaqa diktorskiy konkurs e'lon qilindi, Dildora dedilar. Borib rasmga tushib kelgin dedilar. Rasmlaringni yuboramiz. Biografiya bilan rasm kerak ekan, keyin adingligiga aytamiz deganlar. Opamdan aytganlarini qilib, rasmlarni, biografiyamni yuborganman. Keyin meni shu konkursga chaqirishganda, opamlar aytgandaki, adingligiga o'zing yetasan, chunki menga ruxsat bermaydilar deganlar. Keyin men adamlarga aytganmanki, ada deganman, qarang, bu juda ham katta konkurs bo'ladi. Men o'tdan ham o'ta olmayman deganman. Men prosta ruxsat bering, shu 3 ta turidan o'tib keling, agar o'tsam o'tdim, o'tmasam anaqa bormayman, ishlamayman, o'ta olmayman deganman-da. Keyin adamlar o'zlari Diyas Rahmatov, ular adamlar o'rtoqlari bo'lgan, shu Diyas Rahmatov oldiga olib borganda-da, menga Diyas Rahmatov o'sha konkursga meni tayyorlaganda, she'rlarni, anaqa tekstlarni o'qitish hammasini. Shu konkursga tayyorlaganlarda birinchi turga borganmiz. Birinchi turda 500 tadan oshiq odam bo'lgan. ASB 1da bo'lgan.
juda ko'p aktyorlar kelgan, juda ko'p anaqa masalan men ularni tanirdim. O'zimizning ishxonadan ham 3-4 ta odam kelgan. Hammaligi kelishgan. Shu she'r o'qiganmiz, programma o'qiganmiz, ikkita tilda o'qishimiz kerak edi, ham ruscha, ham o'zbekcha. Keyin o'tdingiz deyishardi yoki o'tmadingiz deyishardi. Shu studiyada o'tirib, o'z joyida. joyida aytardi, mahkamaga ketardilar. Mahkamaga ketganlar, o'tdingiz deganlarda ketganmiz. Keyin ikkinchi turda уже ASB 3 ta bo'lgan. ASB Qarang esingizda, hattoki studiyalar ham esingizda. Chislosi ham, yili ham. Voy. 1988-21-martda bo'lgan birinchi tur. Keyin ikkinchi turga kelganman, уже 500 ta odamdan где-то yarmi qolgan. Unaqa ko'p bo'lmagan, уже yarmi bo'lgan, o'tda ham o'tganman. Uchinchi turga 30 ta odam qolgan. Bu ASB 2 ikkinchi etajda bo'lgan. O'tda ham xuddi shu, ham she'r o'qiganmiz, ham programma o'qib berganmiz. 30 ta odamdan 4 ta odamni ishga olishgan. Bu Dilfuza Yusupova, Shuhratni olishgan, meni olishgan, Ira Abramova degan bor edi. 4 ta o'zini ishga olishgan. Juda ham murakkab bo'lgan ekan, hozir esa bu qadar yirik masshtabdagi tanlovlar Oxirgi konkursi diktorskiyga kirish uchun Dildora Rustamova o'tgan. Har bir kasbda shirin xotiralar bo'ladi. Mana shunday xotiralar bilan ham bo'lishsangiz. Shaxsan menga ham qiziq. Diktorlar kasbida juda ham ko'p shirin xotiralar bor. Chunki umuman shu ishi biz uchun doim bayramdek bo'lgan. Chunki biz ishga bayramga kelgandek xursand bo'lib, shu ishimizni sevganimizga, yaxshi ko'rganimizga, qiyinchilik bilan erishganimizga bu ish biz uchun doim bayram bo'lgan. Endi qiziqarli voqealardan bo'lsa, masalan, biz jonli efirga chiqardik, shunaqa sabablar bo'lardi. Bir xillarda siz efirdasiz. No, efirdaligingizni ko'rmasdingiz-da, undaq sochingizni to'g'rilab qo'yishingiz mumkin edi yoki pudra surayotganingiz bular ham tushib qolgan. Keyin menda o'zimda shaxsan shunaqa bo'lgan. Men programmani ochishga tushganman soat 6 da. O'qishni boshlaganman. Endi bugun futbol bo'yicha deyishim bilan ham kamera o'chdi, ham tepada mikrofon o'chdi. Tushunmadim. Anaqa oynadan ko'rinadi-ku, hamma rejissyorlar turib ketdi apparatniydanda. Menga lekin hech kim hech narsa demadi. Keyin men chiqdim, so'radim. Nimaga anaqa programmani oxirigacha o'qimadim desam, rejissyorimiz aytdilar aka, Dildora bugun futbol yo'q, futbol ertaga. Men bugungi programmani o'rniga ertangi programmani o'qimadim, ular ham bilishmagan. O'sha futbolga yetib kelmagunimcha. Futbol deyishim bilan ham kamera o'chgan, ham mikrofon. O'shanda mana shunaqa xato emas, просто anaqani varog'ini anaqa almashtirib yuborganman. Ovoz inson qalbining pasporti deyishadi. O'zingizni ovozingizni eshitganingizda qanday tuyg'ularni his qilasiz? Bu bizani ishimizda eng asosiy bizani qurolimiz, ovozimiz. Chunki biz diktorskiga kelganimizda shu ovozni to'g'ri qo'yish bo'yicha, nafasni to'g'ri qo'yish bo'yicha har kuni biz bilan dars o'tishardi. Olga Polevaya degan diktor bor edilar. O'sha Olga Polevaya men bilan dars o'tardilar. O'sha nafas olish, ovozni to'g'ri qo'yish. Bunga juda ko'p yillar davomida ishlaganman ovozimni. Chunki ovozim более такой мягкий bo'lgan. O'sha anaqa sal ishlaganman-da. Ovoz, men shunaqa deb tushunaman, что bir xil ovozlarni eshitganingizda, o'sha ovoz sizni ham ruhiy, ham qanaqadir anaqada tuzata oladi. Bunaqa ovozli kam deb hisoblayman. Ha, ayrim ovozlar bor, insonni qandaydir g'ashiga tegadi. G'ashiga tegadi. Ha, stressga kiritib qo'yadi. Ayrim ovozlar borki, tinchlantirib qo'yadi yoki o'ylantirib qo'yadi. В основном, да, shunaqa. No, hamma men bilan ishlagan hamma diktorlarimizning ovozlari qanaqadir mana shunaqa kuchga ega. Shirali bo'lgani. Juda ham katta kuchga ega ularning ovozi. Sizga yoqadigan ham kuchli, ham irodali boshlovchi yoki diktor? Irodali.
men o'ylaymanki diktorskiyda ishlagan har bitta diktor irodali va kuchli, chunki bu kasbda masalan ishlash irodali ham bo'lishingiz kerak, kuchli ham bo'lishingiz kerak. Hammaligini kuchli va irodali deb hisoblayman. Ayniqsa biza smenada ishlaganimizda bir kuni Alisher aka bilan 16 varroni 20 minut o'qiganlar. Men o'sha живой efirda, o'sha jonli efirda o'qishlarini kuzatib borganman Alisher akamlarni. Shunaqa siz hal etdingiz-ku, ko'rinmaydi tomoshabinga, oson bo'lib ko'rinadi. Menga xuddi shunaqa oson bo'lib ko'ringan. Shu 16 varroni o'qiganlari 20 minutda. Keyin men aytdim, chiqqanlarida o'sha axborot tugadi, где-то 1,5 soat bo'ldi-da. 1,5 soatdan keyin chiqqanlaridan keyin aytdim Alisher aka, shunaqa spokойно o'qidingiz, shunaqa o'qidingiz desalar, это anaqa shunaqa ko'rinadi o'zi, na самом деле unaqa emas. O'sha iroda kerak, kuch kerak bunga. Muxlislaringizni uchratganingizda, ko'rganingizda, oldingizga kelishganda, so'rashganda shu kasb egasi ekanligingizdan xursand bo'lasizmi? Juda ham xursand bo'laman, chunki masalan oldin telefonda bo'lmaganda, SMSda bo'lmaganda televideniyega muxlislarimizdan xatlar olardik. Bu xatlar qoplab kelardi. Birinchi menga nomimga kelgan xatimni O'ktam akamlar o'qib bergani butun diktorskiyni oldida konvertni ochganlar, ichida nimaligi yozilganini bilmaymiz-ku. Men shu qo'rqaman, nima yozishgan ekan deb. Anaqa O'ktam akamlar o'qiganlar, shunaqa chiroyli so'zlar. O'sha birinchi xatim hali ham esimda bor. Shunaqa qanaqadir yaxshi, qanaqadir odzivlar bergan. O'ktam akamlar o'qiyaptilar-da, shunaqa xursand bo'lib ketyaptilar shu xatni o'qib. Xuddicha o'zlariga kelgandek, вот за меня он так радовался, что я такое письмо получила. Mana shunaqa переживать qilishardi bizga. O'sha xatda keladi. Hozirgi zamonda endi masalan ko'rsatuvlarga chiqsak, anaqa kimdir YouTube'ga qo'yadi yoki Instagramga qo'yganda, o'tiga masalan odzivlarni, o'sha kommentariylarni o'qiganda bizga qanaqadir yaxshi tilda bildirishadi. Это дает очень katta kuch beradi, chunki ular искренне tilaganini, o'sha baxtni ham, sog'liqni ham samimiy tilay bo'lganini o'qiysiz. Bu sizga yanada ham ko'proq kuch beradi. O'sha shunchalik bizani masalan yaxshi ko'rishganiga, bir xil даже mana shu yozishadi, sizlarni ko'rib ko'zimizga yosh keldi deyishadi. Shu anaqaligi ham искреннелиgidan ko'rinadi. O'sha juda katta kuch. Ish faoliyatingizda sizga taqlid qilganlar bo'lganmi? Endi uni bilmayman, lekin men parikmakerskiyda salonga borganimda menga masterlarim aytishgan. Hozir hamma prichoskani kiyib Dildora Nizomxo'jayevadagi qilib bering deyishardi. Men shuni o'sha taqlidda bilaman, chunki masterlarim shunaqa derdi. Har kuni kelishadi, har kuni sizdagi strishka qilishadi degan. Chunki o'sha davrda, o'sha paytlarda hamma tomoshabinlar diktorlarga havas qilishardi, taqlid qilishardi. Ular kiygan liboslarni matosini izlashardi, fasonini o'g'irlab tiktirishardi. Bo'lgan demak-a bunday holatlar ham. O'zingizni o'sha atrofingizdagilarchi ko'rganmisiz shunday holatlarni? Masalan, ishxonadami, ijodiy jamoadami? ishxonada unaqa ahamiyat bermasdim. Men shu salonga borganimda aytishardi. Qolgansiz? Ko'pchilikda san strishking deb gapirishganligi esimda bor. Taomimiz esa tayyor bo'libdi, Alijon aka. Vau! Ой, как красиво. Oh, И вкусно, наверное. Ana endi buni tatib ko'rish kerak. Lekin undan oldin bosh oshpazimiz tomonidan sizga sovg'amiz bor. Albatta, bu sizga Turon tomonidan Ochib ko'rishingiz albatta mumkin. Maxsus siz uchun. Katta rahmat. Ana endi tatib ko'ramiz taomimizni. Juda ham go'zal, juda ham rang-barang, aynan yozbob. Menimcha bunday taomlarni tayyorlab ko'rishingiz kerak siz ham. Nimadan boshlaymiz? Nimadan boshlaymiz? Salatdan. Salatdanmi? Keling, salat solib beraman. Dildora opa solib bering. Bilaman, strishtelni yaxshi ko'rasiz-a? Da. Bilibman-da, o'zi sizga menyuni. Siz kelishingizni bilib, shunaqa menyu qilmasa mana. Rahmat edi. Bananalari bilan keling. Bular persik yaxshi ko'radilar. Bularni ham bilaman. Chunki shaftolini
Dastur boshidan buyon gapiryapman. Ana endi tatib ko'ramiz. Maxsus salatimiz Salatimiz. va asosiy ovqatimiz. Kel. Yonimga. Menimcha makaronli taomlarni aksariyat o'zbek aholisi yaxshi ko'radi. Bu asosiy menyulardan biri deb o'ylayman. Har bir xonadonda. Masalan, nima ovqat tayyorlashni bilmayotgan uy bekalari, ayollar har doim makaronni tanlashadi. Tez, oson va mazali. Vau, hididan bilsa bo'ladi buni mazaligini. Oh. Vau. Marhamat, tatib ko'ring. Marhamat. O'zingizga somat Yo'q, rahmat. oling. Juda mazali. Juda ham. Lekin shoftoli qo'shganingiz rostdan ham boshqacha. Noodatiy, a? Noodatiy, nochiga ham Sachitaniya. sachtaniyasi yaxshi chiqargan. Menga retseptini yozib berasiz? Xo'p bo'ladi. Retseptini dastur mobaynida yozib ko'rsatamiz albatta. Siz ham tayyorlab ko'rishingiz mumkin. Bunday taomlarni tayyorlash jarayonini ko'rdingiz, u qadar qiyin emas, ko'p masalliqlar ham ketmaydi va asosiysi mehr, to'g'rimi Alijon aka? Albatta. Taomni mehr bilan tayyorlasa, ana o'shanda o'xshaydi. Nima deysiz? To'ppa-to'g'ri. Mabodo kayfiyatingiz bo'lmay tayyorlasangizchi? O'xshamay qolgan paytlar bo'ladimi? Bunaqa paytda kayfiyatim ishga aloqasi yo'q. Bu men o'zim ish faoliyatimda ham, hayotimda ham birinchi o'rinda ko'raman. Uyimda muammoyim bo'lsa ham ishxonamga kirishdan oldin men tashlab kelaman uyimga. Olib kirmayman va ishxonada muammoyimni uyimga olib bormayman. Bu bizani aziz mehmonlarimizga ta'sir qilishini xohlamayman. Va bu oltin qoida. Hayotim davomida ham bunaqasi menda bo'lmagan. Hayotim davomida ham bunaqasi bo'lmagan. Bo'lmasmi? Ish faoliyatimga hech qachon kayfiyatim ta'sir etmaydi. Chunki mehmonlarimiz aybiyu bilasiz, kelishadi, shirindan shakar ovqat qilib berishga biz majburmiz va mehmonlarimiz xalqimiz uchun tayyorlab beramiz shirindan shakar ovqatlarni. Bugungi taomimiz ham gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ondan 100 ball. Har doimgidek. Dildor opa, tomoshabinlarga, muxlislaringizga nima degan bo'lardingiz dastur yakunida? Avvalambor shu ko'rsatuv ijodkorlariga, shu ajoyib dargohda ishlayotgan odamlarga ishlariga muvaffaqiyatlar tilayman. Tomoshabinlarga avvalambor sihat salomatlik, tinchlik, xotirjamlik va hamma orzu niyatlarini amalga oshishlarini tilayman. Eng ezgu orzu niyatlari amalga oshsin. Rahmat sizga tashrif uchun, suhbat uchun rahmat. Ko'p bilmagan deylik o'sha narsalarimizni bilib oldik va o'sha damlarni ham eslab oldik. Tomoshabinlarimizga esa aytar gaplarimiz shu: har doim sog' salomat bo'ling, mazali taomlarni tayyorlash niyatida bo'lsangiz esa mening oshxonam ko'rsatuvini o'tkazib yubormasdan tomosha qiling.